Bizda hozir podrostklarimiz, o'sha balog'at yoshidagi qizlar ham, o'g'il bolalar ham energetika ichimliklarga juda ham berilishgan. Uni iste'mol qilish oqibatida, конечно, akne, даже ugri paydo bo'lishiga ham sababchi bo'ladi. Biz bu hamma ichimliklarni, fast foodlarni biz hammasini cheklab qo'yamiz, taqiqlab qo'yamiz. Umuman mumkin emas. Bu faqatgina ugri paydo bo'lishiga, akne paydo bo'lishiga sababchi bo'la turib, yana qo'shimcha organizmda, ya'ni oshqozon ichak yo'llarida, ya'ni yana qon tomirlarda, ya'ni o'sha yurak qon tomirlarini zararlanishiga ham sabab bo'ladi. Buni hech qanaqa foydali tarafi yo'q, faqatgina organizmga zararli tomoni bor. Mana hozir ro'za Ramazon oylarida men tavsiya qilib qo'ygan bo'lardim to'g'ri ovqatlanish tartibini. Ertalab organizmga yengil bo'lgan ovqatlarni iste'mol qilish va iftor vaqtida organizm uchun stress bermaydigan, ya'ni qattiq organizmga botmaydigan yengil ovqatlarni iste'mol qilishni tavsiya qilib qolaman. Chunki ko'pchilik kuni bilan och yuradi va srazi уже iftor paytiga kelganda birdaniga yoki ko'p ovqat iste'mol qiladi yoki og'ir, ya'ni yog'li ovqatlar ko'p yevoradi. Buni men tavsiya qilmagan bo'lardim. Har doim organizm uchun, organizmni stressga olib kelmaydigan darajada yengil ovqatlar iste'mol qilishni tavsiya qilaman va yog'siz bo'lishi shart.